Gilamlarimiz yoqqan bo'lsa, bizga podpiska bo'lib qo'yinglar va like bosib qo'yinglar. Hasanboyat gilamlar olami yana bir xonadonimizga go'zal tarzda gilamlar solib berdi. Xo'p, sizlarga obzor qilishni boshlaymiz. Kirishimizga xollga Atom kolleksiyasida mana juda ham chiroyli uyimiz razmerlariga mos qilib solindi. Mana bu yerlari ulandi, mana ko'rib turganingizdek va detskiyimizga esa Texno kolleksiyasidan soldik. Mana quyosh tushib turgani uchun uncha ranglari bilinmayapti. Moviy rangda uyimizni ham interyerlardan ajralib turibdi. Xo'p, keyingi xonamiz xo'p, mehmonxonamizga Savash kolleksiyasidan 3 ga 6,5 ko'rib turganingizdek uyimizni interyerlariga ham mos tushdi va mebellarimizga mos bo'lib 3 ga 6,5 juda ham chiroyli qalin gilamimiz. Xo'p, endi oshxonamizga kiramiz. Oshxonamizga Afnan kolleksiyasidan mana bu ham high-tech va klassik usulda ishlangan, mana juda ham chiroyli. Uyimizga kuxnalariga va devorlariga mos keldi. Mana juda ham chiroyli. Bu ham qalin gilamlarimizdan Afnan kolleksiyasidan juda ham kачество zo'r. Xo'p, keyingisi esa tilla rangda mebellari. Umuman boshqacha bo'ldi. Bu esa Atom kolleksiyani o'zlarida baho beringlar. Uyimizni mebellariga juda ham chiroyli tushdi. Bemalol Hasanboyat gilamdan olamay kelib, sizlar murojaat qilsanglar, biz shunday qilib chiroyli qilib sotib ketamiz. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar va yaqin do'stinglarga jo'natib qo'yinglar. Hasanboyat gilamdan olamidan uzoqlashmanglar.